Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar. Tünögün gap qilgandim, gapim biroz qarang'i chiqib qoldi ekan, qaytib bugun so'zlash to'g'ri keldi. Aldı bilan o'zinglardan hal so'rayman. Mushu bo'lib atgan og'riqlar, vatandagi urug' tuqqanlaringlar salomat yaxshi turib atamdi. Alloh hammasi salomat bo'lsin. Oldimizda kelayotgan xo'shallik kunlar uchun yaratgan Alloh xalqimizni omon esan, sog' salomat urug' tuqqanlarimiz, ota-onalarimiz, bolalarimiz, nevarlarimiz, can jigar do'stlarimiz ziminimiz bilan quchoqlashib ko'rishadigan paytlarda ko'rishga nasib qilsin. Ularni omon esan qilsin, sizlarni omon esan qilsin. Bugun men sizlarga yana shundoq bir xo'sh xabarlarni yetkazgim bor. Lekin butunlay 100% deyammisanmi? Mushu gapning o'ttirg'i chiqishini 75-76 yildan beri Uyg'ur xalqi, dünya xalqi, Uyg'ur xalqi bütün mushu Xitoyning apti pesherisini biladigan Tibet, Tayvan, Shangang, Mongol qatorliqlar hammasi mushundaq bir soatni kutgan. Bu Amerikaning siyosatchilarining og'zidan chiqish oson emas gapdi. Biz yillardan beri, men chiqqan 15 yildan beri turmuga kirgan vaqtimni hisoblagan vaqtida men 21 yildan beri qarindoshlar mushu soatlarni kutib mushuning uchun kishilik huquq, dunyoning siyosatiga moslashib turib, ham mustaqillik, ham kishilik huquq masalasini o'rtaq olib kelgan. Biz degan bo'lsaqmi, irqiy qirg'inchilik qildi, bizni bostirdi, o'ltirdi deb men 15 yilning oldida turmudan chiqib yig'lab, ikki balani, bir aqso'liq, bir g'uljilik balani oldimda qanday qiynab o'ltirganligini, mushumdan qanday ketganligimni so'zlagan vaqtimda meni haqlar mubolag'lashtirib atdi degan. Meni qiynashga chiqqanda, ikki bala bilan sen shu vaqt nimani o'ylading deb Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mendan gap so'raganda, men oshballa bilan birga uylanmaganimdan azoblandim deb javob bergan. Chunki men oshballa shunday qiynalib o'lgan vaqtida yerning insonning nolisida yerning midirg'ini men shu chaqda ko'rgan. Qarindoshlar, yoki mening ruhim ojizlab ketib shunday ko'rdimmi, midirab ketganligini ko'rgan. Bolalarning chiqrash, qiqrash, dadallarining so'yilib ketishida. Qarindoshlarim, mushu gaplarni 15 yildan beri desak oshirib atdi degan. Yaka vaqasi, Urumchi vaqasi, G'ulji vaqasida 10 minglab odam tutildi, o'ltirdi, minglab o'ltirdi desak oshirib atdi degan. Lekin hozir Amerika, Yevropa, bütün dünya mening atrofimdagi siyosatchilarning vatandan chiqib yig'ilgan yig'isining yolg'on emas ekanligini, shu ishlarning rost ekanligini mushu lager vaqasi bilan dunyo tunib ketdi qarindoshlar. U bo'lsa, mening ashadagi qarindoshlarimning qon badiliga, ko'z yosh badiliga tunib ketdi. Mana bugun men o'zimning oilasi masalasini deb o'tmayman desam, o'zim chidamayman. Bugun faqat sizlar bilan o'rtoqlashadigan narsam nima deganda, biz kutgan irqiy qirg'inchilik deganni necha vaqtidan biz degan, milliy qirg'inchilik deganni biz degan va ondi sanda siyosatchilar uni og'ziga olgan, ondi sanda kishilik huquq aktivistlar og'ziga olgan. Amerika garchi bizning irqiy qirg'inchiligimizni, milliy qirg'inchiligimizni bizni Amerika Kongressining ichida guvohlikdan o'tkazib, og'zimizdan chiqqanini anglagan bo'lsa-mu, bizning og'zimiz orqali dunyoga anglatgan bo'lsa-mu, o'zi pozitsiyasini bildirmagan. Mana kuchli ikki partiyaning boshliqlari Uyg'urlarga hozir qilingan qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik va milliy qirg'inchilik. Bu insoniyat, mush tarixdagi insoniyatga qartilgan jinoyat dedi. Demak, bizning masalamiz hargizmi Uyg'ur masalasi yoki Jungo masalasi, Xitoy masalasi yoki atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayan meselesi yoki Sharq Turkiston Uyg'uriston masalasi emas, dünya territoriyasi yer sharidagi bir jinoyatning sodir bo'layotganligini, yer sharining bu jinoyatni bir taraf qilmasa, yer shariga ofat kelganligini dunyoga jakoladi. Dunyoning eng ustun o'rinda turib,
dünyanın sakçısı bulavatkan, dünyanın soravatkan Amerika devletinin partiyanın başlıkları, siyasi olları bunu dünyaya çakaladı. Ve kongres azaları aldı da, senet azaları aldı da, siyasi ollar aldı da, Xitay aldı da bu gapni öz ağzından çıkardı. Mana Joe Biden mı ağzından çıkarıptı. O kişi prezidentlik özünü köstüvatıdı. Lekin biz Obama davrida qanday qirg'anligimizni, qanday o'lib ketganligimizni shunday anlatamagan bo'lsakmi, angladi. Quliqiga sep qo'ydi, lekin buning tadbir qo'llanmadi. Biz shu sababdan vaqtning uzun so'zishi bilan shunday millionlab irishga dunyoninki nurg'un sabablari sabab bo'ldi. Mana bugun ham kishilik huquq emas, hozir jinoyat, qirg'inchilik kishilik huquqdan olqib ketgan bir ish ekanligini dunyo e'tirof qildi. Bu bütün Uyg'ur xalqi uchun nihoyatda cho'ng bir eshikning ochilganligi, garchi vatanimiz qo'liga kelmay turib, u lagerdan, u turmudan xalqlar qutuldirmay turib, u narsida bosqinchilik uchrayotgan qizlarimizni qutuldirmay turib, bu xo'sh xabar emas, ham xo'sh xabar. Nima uchun? Siyosiy e'tirof qildi. Biz bununla qandaq maslashimiz. Biz tashkilotlar bununla qandaq maslashimiz. Qandaq qilib fikrimizni birlikka akilimiz. Hammamiz beşimizni ishimizga tiqilib o'zimizning tashkilotimizda 15 odam bilan qarorni chiqarib yo'llandik yoki hammamiz birlikka kelib maslahatlashib, hammamiz bir ovozga qo'l qo'yib yo'llandik. Bu masalalarni o'ylashimiz kerak. Buni bütün tashkilotlarni chaqirmayman, chaqiriq qilmayman. Mushu qitim bizmi dünyanın muşundaq bir jinoyatni bir taraf qildigan vaqtida bu jinoyatchiga, bu jinoyat dunyoga taqab ketmaslik uchun bizmi pidagar bo'lib o'tirg'i chiqishimiz kerak. Ham o'zimizning siyosiy jihatdan yetilayotganligimizni, yetilganligimizni, mushunga moslasha oladiganligimizni dunyoga jakolishimiz kerak. Qarindoshlar, bu xo'sh xabar. Qanday xo'sh xabar degan vaqtida bizning Uyg'ur xalqimizga ilhom akiladigan, Uyg'ur xalqimizni birlashtiradigan, Uyg'ur xalqimizni uyg'otadigan, Uyg'ur xalqimizni dunyoning toniyotganda o'zini tonishga chaqiradigan xo'sh xabar qarindoshlar. Biz mush WhatsApp'lardan ko'ryapmiz. Ba'zanlar deydi ekan, biz WhatsApp'larni anglamaymiz, biz ajoyib yo'g'a adam bo'g'ashqa cho'limiz tegmaydi. Mening cho'lam tegadi. Xalqimning bulun pishqiqidan tatib, WhatsApp'dan tatib, ashundaq hamma yerini anglashga cho'lam tegadi. Nimishqa xalqning holini egallab turma. Mushada qilayotgan munozirni ko'ryapman. Endi munozir nima bo'ladi? Biz qanday qilamiz? Qanday buning taqobil turamiz? Vatandagi urug' tuqqanlarimizning jinoyat, mushu jinoyatda qanday o'ldirilganligini qanday pash qilamiz? Lagerda qanday qiynalib, ayb bo'lganligini qanday pash qilamiz? Har birimiz agar vatanni qutuldiramiz deydigan bo'lsak, o'zimizning oilasidan boshlab inqilob qilaylik. Özümüzдің ailesiga Xitayning o'tkazgan jinoyatini dunyoga pash qilsak, dunyo ne ma'noda qo'zg'ay oladi. Buni kichik masala deb qaramanglar. Kichik masala emas bu. Bütün dunyoni o'rnidan qo'pirdigan masala. Bütün dunyoni o'rnidan qanday qo'pirdi? Ma Amerikadagi qonun ma'qullaydigan vaqtdagi hamma xalqning o'tirg'i chiqib, bütün ziyolilarning, xalqning, mush aktivistlarning hamma guruldab oilda o'tganlarning o'tirg'i chiqib, ma qonunni ma'qul qilganda xalq harakatining bo'lganligi ma'vu dunyoni uyg'otdi. Ham yana nimani uyg'otdi? Dunyo nima uyg'otdi? Bütün dunyo bo'yicha urug' tuqqini tutilgan hodisiga kelganlar hammasi o'rnidan qo'pib, o'zining tuqqanlarini pash qilib guvohlikdan o'tdi. Yana dunyoni nimaga uyg'otdi deganda, mushu Zumratdek, ma'vu qizlarimizdek, avu Ömer Beydek, Bahar Guldek bütün hammasining lagerda yetib chiqib, o'zining ashadagi tuqqanlarini qo'g'dimay, tuqqanlarim nima bo'lsa-mu, hammasi mushuning mening tuqqanlarim, men qutuldirma deb guvohlikdan o'tib, bütün matbuotning qo'zg'alligi, guvohlikdan o'tganligi dunyoni uyg'otib, ma jinoyat ekanligini dunyoga pokitni hozirlab berdi. Biz buningdan bu o'ttirg'i chiqqan siyosiy yolg'iz qoldirmaslik uchun, bularni texnik kuchlantirish uchun, bu gapni amaliy harakatga aylantirish uchun nima qilamiz deganda, hammamiz agar vatanni ozod qilamiz desak, quruq gap qilmay, talash tortish qilmay, o'zimiz munozir qilmay, o'zimizning oilamizdagi masaladan ilib chiqaylik. Kim o'ldi? Ailemizde, evladımızdan, 70 pushtimizdan kim o'lib ketdi? Uni ayrim yezib chiqaylik.
kim yardar oldu? Kim lagerda neçə yıl yatdı? Kim bir turmuğu kesildi? Her birisimiz ailini açıqıdığan bulsak dünya orundan qop ketidi qarındaşlar. Bu güvalıqdan ötüşlər texi az olub qaldı. Mao dərəcəyə yetmedi. Orunlardan qopunlar. Güvalıqdan ötünlər. Jurnalistin qozğanlar. Şiqrab küçük çıkınlar. Özümüz talaşqanın orunu boşuna qıldı. Mana bu xoş xəbər. Muşu bizni oyğutudu, biz dünyanı oyğutumuz. Bizning vətənimiz azad buluduğanğa, Kosovanın aldıda, Sudanның aldıda qandaq gap qilgan bo'lsa Amerika shunda gap qilyotidi. Bizning vətənimizga Amerika eng oxirida nima dedi qarindoshlar? Ash siyosiy o'llar nima dedi? Irqiy qirg'inchilik. Amerika ana o axborotga chiqdi. Amerika qurol ishlatishni o'ylashyapti degan gapni o'tirg'i chiqdi qarindoshlar. Mana biz buningga maslashishimiz kerak. Biz buningga tayyor turishimiz kerak. Aş ballarımız, tuqqanlarımız üçün. Xoş, mən sizlərə muşunçilik deyimə. Sizlər bilən muşunda qarqitim. Azraq olsun xoş xəbərdə uçuruşunu xalayım. Rəhmət sizlərə.